Ben bayatın etdigende şu Şaban eli düzgünden ki Tanrı'nın göz bebeği insan. Allah Tanrı'nın Allah'ınki göz karışıkı insan degan dersde Uyg'urcha xat qilib o'tgandim. Şerde şu kitap doğruluk Lost Enlightenment yani Frederick Starr degan adam kim? O'sha adamning yozgan kitap doğruluk bazı tushuntirishlarni to'lishtirishlarni deb o'tdi. Yani bu yo'qolgan ma'rifat degan bu kitap jam'i 1000 betdan oshiq ekan. Eng oxirgi beti bilan qarasam 1078 bet. Yani 1080 betlik kitap ekan. Kitapning eg'irligi 2 dan oshamiki. Bu kitapninki kirish so'zida yo'qolgan ma'rifat deb kitapninki sirtqi muqovasi qattiq muqobillik. Uyg'ur tili tadqiqoti London deki Uyg'ur tili tadqiqoti degan nashriyatdan nashr qilinibdi. Ben bunu İstanbul'daki Teklimekan Uygur Neşriyatı'ndan berip setip aldım bayatın. Kitap 800 lira buluşu. İhtimal yukarı ben 600 liraga setip algan boldum. Tercüme Amir Seydullah ekan. 2022 yıl yanvar 1. neşir ekan. ISBN numara 978 0 95 711 37 94 ekan. Uyghur Dili Tədqiqatı London tərəfindən nəşr qılındı debdir. Türkiye'de besildi. Yani Orta Asya'nın altın devri. Arap istilasından Timur'a geçer. Central Asia's Golden Age. From the Arab Conquest to Timurland. Yani Arap istilasından Timur'dan geçer degan şekilde kısaca küçük bir mavzusu var ekan. Mundaricimi birkaç betken. Mundarici birinci tercümandan kiriş söz, muhim tarih şəxslər, yılnameler. Birinci bab dünyanın kimligi. İkinci bab şehirleşken kadimi toprak. Üçüncü bab kesipler, yeni fikirler ve itikadlar. Dördüncü bab Araplarning O'rta Osiyoning bo'ysundirishiga va O'rta Osiyoning keyingi kunlarda Bag'dodni bo'ysundirishga sahna hozirlashi. 5. bab Bag'dod osmonida ko'tarilgan Sharq shamoli. 6. bab Elkizer olimlar. 7. bab O'rta Osiyoning ko'tarilayotgan cho'lpini Xurason davlati. 8. bab Samaniylar sularisi. O'rta Osiyoning xushpurak kunlarga purkangan davra. 9. bab Çöl Cezirede tarixideki kısturma Ma'munlar devrideki örgenç. 10. bab Türklerinin sahneye çıkışı Mahmud Kaşgarı bilen Yusuf Balasavuni. 11. bab bir Türk bulancının hükümranlığı astideki medeniyet Mahmud'un devrideki Gazne şehri. 12. bab Selçukluların hükümranlık astideki zilzile. 13. bab Mongol esiri. 14. bab Tömürlen ve onun varisleri. 15. bab Ötmüşki Nezer, Kum barxanları ve Kulu lakabı degan narsa bilan bu 15 babdan tuzilgan bu kitap. Endi bu kitapninki qadrli qarindoshlar kirish so'zini birlikte o'qib o'tamiz. Kirish so'zini o'qib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Kirish so'zini o'qib o'tgandan keyin ma'lum bir o'zimizning madaniyatlar yo'qolib ketgan madaniyat to'g'riliq ma'lum bir saboqlarga erishishimiz mumkin, jinim do'stlar. Shunga
Ee, ben bunu Facebook'uma çıkarıverdim ha. Hı. Hem de başlangıç. Kadirli kardeşler. Tercümandım. Endi bu kitap 15 bab gen. Tercümanınki sözlerdi mi? Bütün şapakalı. Tercümandım. Mezkur kitapның kiriş sözünün beşidila Abdur bu kitapni yazışqa türkü bo'lgan amillardan söz içip mushu mazmundagi kitapni o'qish istagi bo'lsimi, ammo nurg'un izlangandan keyin bundaq bir asarning texshi yozilmaganligini bayqishining sabab bo'lganligini qayd qildi. Abdurning bu bayoni amaliyotda diqqatimizni bu sohada saqlanib kelayotgan intayin muhim ikki masalaga jalb qiladi. Birinchidan, uzoq qadimiy zamonlardan tortib toki o'rta asrning oxirigacha insoniyat ilm ma'rifat taraqqiyotining buyuk bo'lgan buyuk o'rta osiyodan iborat bu qadimiy tuproqning ilm ma'rifat tarixiga oid sistemalik bir tadqiqotning yo'qligini sammimizga soladi. Ikkinchidan, o'rta osiyoning qadimiy madaniyati va ilm ma'rifat tarixi munosabatli asarlarning ingliz tilida yozilganlarining bo'lsa texmi kam ekanligini alohida diqqatimizga soladi. Demisimi, nurg'ulg'an obyektiv va subyektiv sabablar ichki va tashqi omillar ta'siri tufayli o'z meroslarimizni o'zimizmi bir butun gavda sifatida bilmaydigan bir muhit shakllanganligi uchun o'zimiz bilmaganni o'zgalarga bildirishdan eg'iz echishmi mumkinsiz edi. Gerçi mushu mazmunlarning qisman nuqtalarini chiqish qilib turib elib berilgan munozaralar va yozmalar oz bo'lmasimi, ammo qo'limizdagi bu kitobda o'xshash obyektiv mavqeda turib tarixiy realliklarga sodiq holda ommabop tilda yozilgan mo'l mazmunli betaraf va qoyilliqlarli biror asar yerlik olimlar tarafidan azaldan yozilib boqmagan. Bu yerda shuni ta'kidlab o'tishga to'g'ri keladiki, bundaq deganlik hargizmi o'rta osiyodagi yerlik tillarda yozilayotgan mazkur kitobdagi qisman temalarga munosabatli davr ideologiyasi va boshqa siyosiy va ijtimoiy cheklamalarning ta'siridan toza halqib chiqmagan nurg'ulg'an asarlarning borligini inkor qilganlikmi emas. Yuqorqi bu bayonlarni faqat ashular orasida hissiy omillarning ta'siridan xoli tar ma'nodagi fikr qilish muhitidan halqib chiqmagan dunyo ilm ma'rifat sahnasiga ilib chiqadiklari intayin kamchil deganlikda tushunsak bo'ladi. 20. asrning oxiriga kelganda Sovet ittifoqining parchalanishiga ergashib mazkur rayon qaytadan ilm dunyosining diqqatini jalb qilib, O'rta Osiyoda tadqiqotlar evaziga chiqib, rayon ichi va teshida turkumlab yangi asarlar nashr qilinishga boshlagan. Sharqda Tangridag'dan boshlab g'arbda toki Qosh qovuqcha, ya'ni Jiayuguan qovuqi. Janubda Koyilon tog'laridan toki shimolga Altay tog'larigacha ketgan keng zaminni o'z ichiga olgan ona yurtimizmi qadimdan tortibla buyuk O'rta Osiyoga tava siyosiy jo'g'rafiya va madaniyat chambarining bir tarkibiy qismi bo'lib, hozirgi zamon kimlik uqumi va siyosiy fasillarni shakllanishdan necha asr ilgarila bu zaminlarda yashab kelayotgan o'ltiroq va ko'chman qavmlar bir-birining tarixiy kechmishlarining ishtirokchilari va shohidlari sifatida o'rtaq bir o'tmishning musofasida safardosh bo'lib, yuksak taraqqiy qilgan moddiy va madaniy miroslarni yaratgan. Mushu nuqtani ilib aytganda, biz siz O'rta Osiyo tarixidan
eğiz echish mumkin emas. Agar mazkur kitobning mundarisiga yuzaki qaraydigan bo'lsak, kitobning mazmunida biz tonish bo'lmagan yangiliklar asosan yo'q ekan degan taassurotga kelib qolishimiz mumkin. Chunki bu kitobning asosli gavdasini tashkil qilgan uchurlar biz uzundan beri tonish bo'lgan tarixiy faktlar va tarixiy yozmalarni asos qilgan. Çarusya bilen Britaniya imperiyalarining 19. asrning o'rtalarida O'rta Osiyo rayonidagi kuch sinashlarini hozirgi zamon O'rta Osiyo tadqiqotining boshlanishi deb qarasak, buningmi birer asrdan eshib ketdi. Demak, mazkur rayon bilan munosabatli temalar G'arb va Sharq tillarida bir asrdan beri nashr qilinib, mazkur rayonning o'tmishi bilan munosabatli nurg'un sohalarda amaliy natijalarga erishgan. Vaholanki, mazkur kitobda tilga olingan davr bo'lgich tarixiy voqealar, xalqaro tarixiy shaxslar va ilm-ma'rifat sohasida qo'lga keltirilgan utuq natijalar haqida bir qadar sistemalik uchurlardan xabardor bo'lib keldik. Ammo inchikilab qaraydigan bo'lsak, mazkur kitobning yuqorqi sohalardagi tadqiqotlarning oddiy bir takrorlanmasi emasligini his qilamiz. Bu kitobning qimmati avtorning hammamizga tonish bo'lgan tarixiy faktlarga bo'lgan tushunchasi va ularga bergan sharhlarining o'zgachiligida. Bo'libmi, biz tonish bo'lgan yerlik tillarda yozilgan yozmalarning alohida farqliligini his qilamiz. Buning hayron qolg'uchisi yo'q. Chunki o'xshash bir hodisaga o'xshash bo'lmagan nuqtadan qarash albatta farqli xulosaga boshlab bordi. Boshqacha qilib aytganda, yerlik olimlarning fikr qilishiga to'sqinlik bo'ladigan hissiy omillarning ta'siridan xoli bo'lish bir yot tarixchining eng zo'r ortiqchiligi. O'rtaq bir madaniyatning raskolari bo'lgan O'rta Osiyolik donishmandlar bugungi kunda mazkur rayon tarixi haqida to'xtalganda chiqish nuqtasi, fokusi va qo'g'ilishadigan natijalari farqlar bo'lg'ach, universal bir xulosa kelishi bir oz ters bo'ladi. Demasimi, jamiyat tavallikimiz va qimmat qarashlarimizni shakllantirgan tashqi va ichki omillar bilan konkret siyosiy va ijtimoiy muhitning ehtiyoji bizni bilmay tarixiy faktlarni tanlab iste'mol qiladigan qilib qo'ymoqda. Ko'p hollarda bir davrning olimlari shu xil muhit ichida turib, o'z davrining sadosi bo'lishdan iborat bu reallikdan olqib chiqolmaydi. Fikir uslubimizdagi to'soqlardan bo'sib chiqish uchun kerakli bo'lgan aqliy qudratimiz yetarli bo'lsa-mu, ammo o'zgacha fikrlarmi o'xshashli ro'y topolmaydigan bir aqliy muhitsiz obyektivlikdan eğiz echish tez. Agar bu asar unutilgan aqliy meroslarimiz bilan qaytadan tanishib, o'tmishimizga bo'lgan qarashlarimizni yangi mazmunlar bilan to'ldirishimizga yordam berar esa, avtorning ajri bekorga ketmagan bo'ladi. Gerçi yerlik tillarda yozilgan asarlardagi subyektiv omillarning ta'siri va nazar doiradagi cheklanmalar shu tillardagi o'qirmanlarda hissiy qanoat paydo qila olsa-mu, ammo ularning tarixiy hodisalarni tarixiy realliklar asosida tushunish fursatini mahrum qoldirdi. Boshqacha qilib aytganda, bu xil iqlimning umumlashishi kollektiv nodonlikning umumlashishiga boshlab boradi. Natijada o'rtaq yaratilgan bir madaniyat boyliqni bir butun gavda ko'rolmaydigan bo'lib qolmay, yana tarixiy realliklarni o'z yo'lida tushunishimizga cheklama qo'yib, tarixiy meroslarga tor ma'nodagi qavmchilik nuqtasini qaraydigan bir ijtimoiy va aqliy muhit shakllantirib qo'ymoqda. Qaraydigan bo'lsak, ko'p sondagi yerlik tillarda yozilgan asarlarda bizchilik bakrak tanqid qilinib, o'zgalarningmi bu o'rtaq madaniyatning yaratquchi ekanligiga sal qaraladigan holat bakla umumlashib ketgan. Bu xil aqliy muhitning asosiy iqlim bo'lib qolishi
kishini parishon qiladigan bir baxtsizlik deb qarayman. Qaraydigan bo'lsak, qarindoshlar, buningki tadbir Facebook. Tamam. Qaraydigan bo'lsak, mana boshqa kitobniki yan tarafini bunda qadim kitob Uyg'ur tili tadqiqoti deb yozilgan. Mana kesme yüzünü kitobniki yan tarafini resim bitab yo'llab qo'ydim, qadrli qarindoshlar. Hozir men bu kitobning kirish so'zini o'qiyapman, qadrli qarindoshlar. Diqqatinglar, bizniki tadbir yay kanalımızda bo'lsin, qadrli qarindoshlar. Ovozim qanday kelyapti, bir ovozga qarab boqinglar. Facebook'da qilyapmidi, YouTube'da qilyapmiz buni. Qilyapmidi, YouTube'da qilyapmiz buni. Tamam. Devam qilaylik. Albatta, nima deb desam, axir bu xil aqliy muhitning asosiy e'tirof qilishini bizchilik, biz deb bilan boshqalar ko'z kelmaydigan muhit shunday muhit demoqchi. Bu xil aqliy muhitning asosiy e'tirof qilishi kishini parishon qiladigan bir baxtsizlik deb qarayman. Albatta, bugungi ko'p qutbli siyosiy va madaniy muhitda, siyosiy va ijtimoiy realliklarning taqozzosida subyektiv arzuning turtkishi bilan millat va davlat tarixini yasab chiqish bir umumiy shamol bo'lib qoldi. Ammo hamma odam qilyapti deb bu xil holatning takrorlanishiga sukut qilish tarixiy realliklarni o'zgartirmasimi, kelgusi avlodlarimizni tanqidiy fikr qilish fursatidan mahrum qoldirg'usi. Oxirida ziyon tortadigan yanada o'zimiz bo'lib qolamiz. Chunki ushur bilan to'yilgan bugungi kunda haqiqatni bilib turib chatnash faqat o'zini oldiganlikdir xolos. Ammo bu yerda shuni e'tirof qilmay bo'lmaydi. Yaqinqi zamon tarixida siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatlarda beqinda holatda qolgan qavmlarda o'z davrida qo'lga ilib chiqqandek rasmoyisi bo'lmaganda o'tmishni o'z detiga moyil qilib bayon qilib, ko'ngliga tasalli bo'ladigan asarlarni ko'proq yozishni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Shuningdek, bunday to'plamlar orasida tarixiy romanchilikning bozori odatda tarixshunoslik janriga qaraganda bakrak tez bo'ladi. İngliz tilida yozilgan O'rta Osiyoni bir gavda sifatida izlangan asarlarning ko'plarining davriyligi va yoki kasbiyligi kuchli bo'lish, tematik mazmunning umumligini emas o'zgalikni asos qilishi, kasb ahli bo'lmagan, ammo mazkur rayonning umumiy tarixini qiziqadigan o'qirmonlarning ustigan yeriga borolmay kelayotgan edi. Qisman asarlarning mazmuni ilmiy qiymati yuqori, chillik darajasi tarixning siniqiga bardosh qilib beralisimi, bunday asarlarning ko'lamining cho'ng bo'lishi, mazmunning bakli tafsili bo'lishi o'qirmonlarni tantirtib qo'yadi. Masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'rif ve Medeniyet Topluluğu nashr qilgan 7 tomliq O'rta Osiyo madaniyat tarixi mushu xarakterdagi tipik asarlardan bo'lib, uni o'qib chiqish uchun nurg'un vaqt va zihin quvvat sarf qilishga to'g'ri keladi. Shuningdek, umumiy savod tipidagi nashr buyumlarining kamligi o'tmishimizni bilish qizg'inligining amalga oshishiga to'sqin bo'lib kelayotgan edi. Mazkur kitobning nashr qilinishi bu sohaga bo'shliqni dal vaqtda to'shqizgan deyishga bo'ladi. Albatta,
Bu hergizmi mezkur kitapni nuqsonsiz tarixiy dastur deganlikdan bishorat bermaydi. Chunki ilohiy vahiydan kutilgan muqaddas kitoblardan boshqa hech qanday bir kitob avtorning qimmat qarashi, o'zi tava bo'lgan madaniyat bilan ijtimoiy muhitning fikr qilish usuliga bo'lgan ta'siri va cheklamalardan xoli bo'lolmaydi. Boshqacha qilib aytganda, odamning odimiylikni shakllantirgan tashqi va ichki omillar odamning tanlashining va bilishining muhim tarkibiy qismidir. Mazkur kitobning avtorimi mushundaq cheklamalarning ta'siridan xoli emas. O'z gapimizga qaytib kelsak, ma'lum nuqtadan elib aytganda, mazkur kitob biz bilib bilmay takrorlab kelayotgan tanqidiy tarozidan o'tkazilgan qisman qarashlarimizni qaytadan dangsab ko'rishimizga yangidan bir o'rnak yaratib berdi deyishga bo'ladi. O'rta Osiyo degan ufqni misol olsak, bu so'zni bir asrdan beri ishlatib kelayotgan bo'lsakmi, O'rta Osiyoga bo'lgan tushunchamiz doim mustamlakachilik davridan qolgan aniqlamadan chiqolmay kelgan. Endi o'zimiz qaytib kelsak, ma'lum nuqtadan aytganda, mazkur kitob biz bilib bilmay takrorlab kelayotgan tanqidiy tarozidan o'tkazilgan qisman qarashlarimizni qaytadan dangsab ko'rishimizga yangidan bir o'rnak yaratib berdi deyishga bo'ladi. O'rta Osiyo degan ufqni misolga olsak, bu so'zni bir asrdan beri ishlatib kelayotgan bo'lsakmi, O'rta Osiyoga bo'lgan tushunchamiz doim mustamlakachilik davridan qolgan aniqlamadan chiqolmay kelgan. Bundan ilgari mazkur rayonni siyosiy jo'g'rafiyadan halqagan madaniyat chemberiga shaklida tilga olgan boshqa asarlarning borligini anglab boqqanlar yo'q deyarlik. Bir yarim asrdan beri g'arblik sharqshunoslarmi bu atalg'uni jo'grafiyalik nom sifatida qo'llanishga odatlangan bo'lib, odatda Qozog'istonning janubi, Omu daryosining shimoliy, Kaspiy dengizi bilan Tangri tog'larining g'arbidagi zaminlarni ko'rsatdi. O'rta Osiyoning ilm-ma'rifat natijalarimi albatta islomning sharqiy zaminlaridagi natijalar degan atalg'i bilan yuzaki tilga ilingan xolos. Natijada bir mustaqil buyuk O'rta Osiyo madaniyat chemperining mavjudligi sal qaralib kelgan. O'rta Osiyoga oid nurg'un asarlarda Buyuk Xorason, bugungi Afg'oniston va Ironning sharq qismlarini o'z ichiga oladi va bugungi Sharqiy Turkiston kamdan-kam tilga ilingan. O'rtaq madaniy meros va o'rtaq tarixiy kechmish asosidagi O'rta Osiyo qavmining o'rtaga qo'yilishi tariximiz va o'tmishlarimizga texmi keng bir munbardan qarash fursati yaratib berdi desak mubolag'a bo'lmas. O'rta Osiyoning aqliy madaniyatining gullab yashnashiga sabab bo'lgan omillar ustida to'xtalganda, avtor mazkur rayonda islomdan burun davomlashib kelayotgan mazkur rayonda islomdan burun davomlashib kelayotgan aqliy muhitdagi azod fikrlik an'anasini alohida tilga ilib, bu an'ana islom davridagi ilm-ma'rifat gullanishga turtki bo'lgan deb ilgari surgan. Avtorning qarashicha, insoniyat ilm-ma'rifat tarixida o'chmas izlarni qoldirgan dаңlıq O'rta Osiyo
oğlanlarından Farabi, İbn Sina, El-Razi, Ömer Hayyam, Yusuf Balasaguni ve başka gigantlarının oturuğa çıkışıga şarait yaratып belgini Otur Asya'nın azat akli muhiti bilen Otur Asya'nın azat akli muhiti bilen İslam'ın izleniş devrideki mentiqicilik an'anasi deb ilgiri sürdü. Ama Gazali qatarlıq konservatif an'anachilarning o'ttirib chiqishi bilan mantiqchilik chetga qilib, falsafiy fikr qilishning o'rnini metafizikalik tasavvur ve ilahiyatchilik ilmining egilishi yangilik yaratishdagi qizg'inlikqa suvoq suv sepib, ilm ma'rifat sohasida umumyuzlik chekinishga sabab bo'lgan deb ilgari surdi. Ma 9. bet mushu mazmunni qayta o'qig'ini qadrli qarindoshlar. Nima debdi desanglar? O'rta Osiyoning aqliy madaniyatining gullab yashnashiga sabab bo'lgan omillar ustida to'xtalganda, avtor mazkur rayonda islomdan burunla davomlashib kelayotgan aqliy muhitdagi azod fikrlik an'anasini alohida tilga ilib, bu an'ana islom davridagi ilm ma'rifat gullanishiga turtki bo'lgan deb ilgari surgan. Abdur'un qarışıca insaniyet ilim ma'rifat tarixida o'chmas iznalarni qoldirgan danglik O'rta Osiyo o'g'lonlaridan Farabi, Ibn Sina, El-Razi, Ömer Hayyam, Yusuf Balasaguni ve başka gigantlarının o'rtaga chiqishiga sharoit yaratib bergini O'rta Osiyoning azod aqliy muhiti bilan İslam'ın izleniş devrideki mentiqicilik an'anasi deb ilgari surdi. Ama G'azali qatorliq konservativ an'anachilarning o'ttirib chiqishi bilan mantiqchilik chetga qilib, falsafiy fikr qilishning o'rnini metafizikalik tasavvur ve ilahiyatchilik ilmining egilishi yangilik yaratishga qizg'inlikqa suvoq suv sepib, ilm ma'rifat sohasida umumyuzlik chekinishga sabab bo'lgan deb ilgari surdi. Albatta, Büyük O'rta Osiyoning ijodkor izlanishchan ilm ma'rifat an'anasini bir kechada vujudga chiqmagandek ijodkor an'ana yüksek bir medeniyetning biqinda ve paspalga tushib qolish uchunmi nurg'un asrlar ketgan. Ya'ni O'rta Osiyoning ilm ma'rifatini yo'qolish girdobga boshlab kirgan tarixiy musofalar siyosiy, iqtisodiy ve madaniy muhitidagi o'zgarishlar bilan ularga sabab bo'lgan konkret omillarni cho'ng muhitdan ayirib tushuntirishga bo'lmaydi. Bu o'zgarishlarga sabab bo'lgan cho'ng muhitdagi o'zgarishlar islom dunyosidagi umumiy chekinish, g'arb dunyosining musulmonlarni uyangan bilimlar asosida ilm ma'rifat jihati gullanish davriga o'tishi, bekinmachilik ve menmenchilikning musulmonlarni tashqi dunyodagi taraqqiyotlardan bexabar qo'yishi qatorliq amaliy misollar bilan analiz qilingan. Yig'ib aytganda 11. asrdan beri İslam dünyasındaki ilim ma'rifat sohasida boshlangan chekinishlarning O'rta Osiyo rayoniga ko'rsatgan ta'sirining g'olliq misollari tuvandagi uzun jumlaga mujassamlashgan bo'ladi. Bu qadimiy tuproqlarda yashab, yüksek taraqqiy qilgan qadimiy madaniyatlarni yaratgan yerli xalqlar turli ichki ve tashqi omillarning sababidan ilim ma'rifat sohasida uzun zamonlardan beri turg'un holatda qilib qolmay, yana islom dunyosida ijtihotning ishikining itilishi bilan o'tirib chiqqan bekindichilik ve konservatizmchilikning baş fronti bo'lib o'tirib chiqib, dogmachilik ve konservativ iqimlarning turkisida ajdodlardan miros qolgan
izlenişchan enlenlerini unutup hayatta kanaat ve pasiflikni targ'ib qiladigan sofizm tariqatlarining ta'siri kengayib, siyosiy, iqtisodiy ve medeni cihetlerde septin tushib qolib, bütün toplam süpütünde özlerinin maddi mevcutluk için tirmişilgan bir ictimai reallik şekillengen. Başka bir aytganda, mazkur rayonning ma'naviy va moddiy muhitida umumyuzlik chekinish yuz berib, ilim, ma'rifat va siyosiy ijtimoiy jihatlarda eng ojiz holga tushgan vaqti dal g'arb dunyosida musulmon olimlarning yozmalarini latinchaga tarjima qildirib o'rganib, shu asosda o'ttirg'a chiqqan falsafiy mantiqchilik asosidagi aqliy uyg'unish davri eng yuksak pallaga yetgan zamonda to'g'ri kelgan, ya'ni zag'ri til bilan elib aytganda, bu tuproqlar uchun falakning charxi ta'tir cho'rgilgan vaqtiga to'g'ri kelgan demakdir. Bu kitobninki kirish so'zim biroz uzunken. Elbette, Huda Abdülkadir qilgandek taraqqiyotda voyaga yetib, hayoti kuchi va jo'shqinligini yo'qotgan bir madaniyatning zo'rg'alik yuzlanishi bir tasodifiylik yoki ajablanarlik hodisa emas. Bu faqat o'zgarishning birdan bir o'zgarmas haqiqat ekanligining yana bir dalilidir xolos. Hammamizga ma'lum, insoniyatning ilm ma'rifat musofasi tuzsizlik bo'yicha ilgilanmagan bo'lsa-mu, ammo insonlar yaratgan aqliy meroslar zanjirsimon bog'lanish orqali davomlashib kelgan. Gerçi qaramoqqa o'xshash bo'lmagan jo'grafiyalarda, o'xshash bo'lmagan davrlarda, o'xshash bo'lmagan natijalar qo'lga keltirilgan bo'lsa-mu, ammo ularning orasida ro'shan bog'lanishlar bo'lgan. İctimai fan tədqiqatındakı mədəniyyətin köçüş nəzəriyyəsi bilan elib aytganda bir mədəniyyətin zavallıqqa yüzleniş bilan insaniyyət mədəniyyətinin tərəqqiyatı və izleniş qızğınlığı toxtab qalmay, ilgirkilərinin nəticələrini keyinkilər müstəhkəmləb, məzmununu beyitib, evlatdan evlata qaldırıb manğan. Yani bir medeniyetinin gugumi yeni bir medeniyetin sabasıda parlap, bu bir yaki bir qancha yerde tanrılık tapqan medeniyetlerinin oturga çıkışıda ifadelengen. Beş kadimi yeni bir medeniyetin sabasıda parlap, bu bir yaki bir qancha yerde tanrılık tapqan medeniyetlerinin oturga çıkışıda ifadelengen. Yani kadimi Mısır, kadimi Mesopotamiya, kadimi Paris, kadimi Hindistan ve kadimi Grek medeniyetleri öz devrinin medeniyet terakkiyatının yüksek namayandası sübütüde oturgu çıkıp, ilim, ma'rifat tarixida o'chmas izlarni qoldirgan bo'lib, bu miroslar keyingi islom va g'arb madaniyatlarida yangi hayotiy kuchga erishib, taraqqiy qilib mangan. Muşu noktada elib aytganda, bugungi kundagi yuksak taraqqiy qilgan g'arb madaniyatining jismida O'rta Osiyoning islom tarixidagi, islom davridagi ilm ma'rifat natijasining javhari eqib turdi deyishi hargizmi mubolag'a qilganlik emas. Zamonimizdagi g'arb tarixchilari ilm ma'rifat tarixi haqida to'xtalganda, garchi o'zlarini qadimiy Grek madaniyatining varislari deb ilgari sursa-mu, Grek medeniyetinin İslam dünyasında pişipler yetip andın Latinçaga tercüme kılıngan nusxasının özüge miras bulup kalganlıkını inkar kılalmaydı. Yani kompüter devrede programma yazganda Xarazmning algebrası tilga ilinmay kalmaydı. İbn Sina'nın Tibabet Kamusi, siz G'arb tibabetining bugundan egiz etiş tibabet tarixiga asilik qilganlik bo'ladi. Ömer Hayyamning matematikasi, Farabining falsafasi, Ulug'bekning misr qonlari va kalendarchiligimi
o'xshashlik g'arib madaniyatininki aqliy meroslar hisoblanadi. Demak, insoniyatning subyektiv irodasining aksicha ilm ma'rifat tarixi qimmatli aqliy marjonlar o'tkazilgan shu oltin yipda hammamizning o'zimizga xos o'rni bor. Yuqoriqilarni xulosalab kelsak, mustamlikachilik avjiga chiqqan zamon dal O'rta Osiyoning siyosiy, iqtisodiy va madaniyat muhitlari munqarizlik holga tushib qolgan bir mezgilga to'g'ri kelganligi uchun ko'p jihatlarda boshqalarning qo'liga qaraydigan bo'lib qolganligimiz rost. Ammo bu hargizmi bizning abad bir tomosha sifatida ilm ma'rifat munbirining teshida qilishimizni derak bermaydi. Chunki o'zgarish birdan bir o'zgarmaydigan haqiqatdir. Mazkur kitob 2000 nashr qilingandan keyin 2015-yili kitob avtori Frederik Starr apandim Londondagi Ismoiliyya tadqiqot institutida mazkur asarni tunishtirib leksiya berganda, uning O'rta Osiyoning unutilgan bu ma'rifat tarixi haqidagi bayonlari fikrda cho'nqur ta'sir qoldirib qolmay, menda bu bebaho asarni mazkur ilm ma'rifat meroslarining varislaridan bo'lgan xalqimizga tunishtirish istakini paydo qildi. Leksiyadan keyin men avtor bilan ayrim suhbat elib berib, bu orzuyimni bildirganimda, avtormi mamnuniyatlik bilan qo'llab, mazkur kitobning Uyg'urcha tarjima qilish huquqini fikrga havola qildi. Bu kitob sizlarning tarixiy kechmishinglarning asosida yozildi. Sizlar har bir qurdagi mazmunlarga bog'lanib keldinglar. Shunga Uyg'urchaga tarjima qilish menga bergan eng chong obyektiv baho va ruhiy ilhomdir, deb ilhom bergan edi. Onun bundaq ijodiy madadlari 2 yildan ortiq vaqt sarf qilib, bu g'olliq asarni tarjima qilib chiqib, o'qirmanlarga sunalishimga turtki bo'ldi. Hamma ishda manfaat qo'g'dishadigan bu davrda hech qanday iqtisodiy qiymati yo'q. Bu vazifani üstümge elishimga igichaqsiz qolgan xalqimizga bo'lgan vijdoniy mas'uliyat tuyg'um va qarindoshlik qilishdan turtki bo'ldi. Allah razı olsun bu kitobni tarjima qilgan ustozdan. Ustozning ismi qaydan bir talaffuz qilyaptilar. Amir Seydullah tarjimasi qilibdi. Taklimakan Uyg'ur nashriyati, Allah razı olsun. London Uyg'ur tadqiqot nashriyati, Allah razı olsun. Belki okuyor efendim tercüme qilgan bo'lishim mumkin deb qarayman qarindoshlar. Mazkur kitob jami 15 bobdan tashkil qilingan bo'lib, O'rta Osiyoning ilm ma'rifat tarixi tematik usulda davrlarga bo'lib bayon qilingan. Oldingi 3 bobda O'rta Osiyo rayonining uzoq zamonlardagi tarix taraqqiyot kontekstlashtirilgan. 4-chi, 5-chi, 6-chi boblarda bo'lsa islom davridagi ilm ma'rifat tarixi O'rta Osiyoliklarning Arablarning hukmronliqidagi siyosiy muhitda qo'lga keltirgan ilm, ma'rifat va siyosiy natijalari tafsili bayon qilingan. Shundaqla jahon kezar olimlarning madaniyat markazlarining shakllanishi ko'rsatgan ta'sirlari tarixiy shaxslarning kashmishlari asosida gavdalantirilgan. 7, 8, 9-chi boblarda bo'lsa Iron tilli 7, 8, 9 boblarda bo'lsa Iron tilli xalqlarni asos qilgan siyosiy hokimiyatlarning himoyasi o'ttirg'a chiqqan ilm, ma'rifat, madaniyatning tarixi va natijalari misollari bilan o'ttirg'a qo'yilgan. 10, 11, 12 boblarda turklarning siyosiy va ilm, ma'rifat tarix qadam qo'yishi va qo'shgan to'pilari tafsili analiz qilingan. 13, 14 boblar bo'lsa Mo'ng'ul istilosi va Temurlar davridagi ilm, ma'rifat, siyosiy muhit bayon qilingan. 15 bob xulosa bo'lib, buningga avtor O'rta Osiyoning ilm, ma'rifat tarixidagi bu oltin davrining oxirlashishini bir muqarrarlik, uning oqibati ustida ko'p izlanishning hojati yo'q, keyniga qarab
ötken neticeler bilen päxirleniş bilen qanaat qılmay, aşu mol bir medeniyetlerinin miraskolları bolgan bugünkü Otur Asiyalıklar dünya ilim ma'rifat sahnesine qaytadan qadam qo'yib, ajdodlarning izidan menish pursutiga tamamen igidur deganni ilgari surgan. Mazkur kitobni nashriga tayyorlagan tahrirlarning talabiga binoan bu yerda kitobdagi qisman farqli fikr qarashlarni o'qirmanlarimizning qandoq hazm qilish haqida ikki kalima fikir bayon qilishni to'g'ri topdim. Demisimi, Gayda betaraf g'arb tarixshunoslarining ilmiy asarlarda bayon qilingan qisman tarixiy realliklar mazkur uchurlar bilan hissiy bog'lanishi bo'lgan, qisman o'qirmanlarning subyektiv qarashlari bilan birdek bo'lmay qolishi mumkin. Ammo ishonamanki, aqliy bilish bilan hissiy farzni farqlandiradigan aqliy bilish bilan hissiy farzni farqlandiradigan har qanday bir aql egasining o'zining kutgan yeridan chiqmagan bundoq bir asarni tanqid yuzida o'qib tushunish uchun uchinchi bir shaxsning yo'l ko'rsatishiga muhtoj bo'ladi. Boshqa qilib aytganda, 21 asrda yashayotgan aqliy hushi joyida har qanday kitobxon tarixiy reallik bilan hissiy emizga arasida qaysini tanlashi obdan. Qaysini tanlashni obdan biladi. Ahirda mazkur kitobning tarjima qilishiga yordamchi bo'lgan organ va shaxslar uchun bu yerda alohida minnatdorlik bildiraman. Aldı bilan Londondagi İsmailiya tadqiqot instituti rahbarligining bu ishni qo'llab, xizmat tartibiga kirgizishga qo'shilganligiga minnatdorman. Bo'limi institut direktori doktor Farhod Daftari bilan O'rta Osiyo tadqiqot bo'limining yetakchisi doktor Hakim Elinazarovlarning boshdan oxir qo'llab berishi kitobning vaqtida tarjima qilinishiga turtki bo'ldi. Bu yerda yana bu xizmatga yaqindan aralashgan shaxslardan London Uyg'ur til tadqiqoti markazining quruvchisi, tilshunos dotsent Mehmet Tursun Zunun ve Abdurim Devlet Efendilerine alayda rahmet ettim. Doktor aspiranti Abdurim Devlet Efendi mazkur asarning asosiy tahrirligi ustiga kelib, bir qancha qatim bütün asarni boshdan oxir qurma-qur o'qib chiqib, asarning til sifati kafolatlik qilish uchun chiqqan bo'lsa, bunun bilan birga yana izohatlar bilan qistirma rasmlarni kirgizishi va tartiblashtirilishga nurg'unlagan qo'l tutadigan texnik tafsilotlarga yordam qilgan. Kitobning fiziksel sifatining yaxshi chiqishi uchun kuch chiqargan kitob loyihachiga alohida rahmatimni aytaman. Ya'ni Abdurim Devlet Efendimning bu kitobga singdirgan ajri fikrning tarjima qilish uchun singdirgan ajri bilan o'xshash qimmatga. Onun bu yerdan uchun eng oliy rahmatimni bildiraman. Bu yerda yana kitobni tarjima qilish jarayonida oilamizga qo'shilgan yangi a'zo umoq o'g'lim Odamning hayotimizga qo'shgan xushalliqlari bilan suyimli ayolim Aygul Avlimitning oila ishlari va bola baqish vazifalarini ustiga olib, menga zehnimni chashmay ishlash sharoitini yaratib berishi, ishlarimning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun berilgan eng muhim ma'naviy va moddiy yordam hisoblanadi. Bularning shaxsiyatsiz qo'llashlari uchun qancha minnatdorlik bildirsammi kamlik qildi. Shuningdek, bu tarjima asarini ayolim Aygul Avlumit bilan o'g'lim Odam bayramga bag'ishlayman. Gerçi tercüme tekstining nuqsonsiz chiqishi uchun barliq tirishchilikni ko'rsatgan bo'lsam, yetersizliklardan butunlay saqlanish mumkin emas. Chunki komillik insoniyat qo'g'lishadigan, ammo tabiatida kamtik bir xislatdir. Tercümede ko'ringan yetersizliklar uchun o'qirmanlardan bu yerda uzr tilayman. Samimiy fikr va tanqidiy yordaminglar uchun oldin rahmat aytaman. Amir Seydullah, London İsmailiya Tadqiqot instituti 2018 yılı oktyabr.
Qadrli qarindoshlar, demak, bu kitobning tarjimasi kirish so'zimi nihoyatda yaxshi qalamga ilinibdi, qadrli qarindoshlar. Endi kitobning o'zininki kirish so'zimi avtordan berilgan kirish so'z. Bu maqala 17 betdan 25 betgacha. Ya'ni 8 betgan, qadrli qarindoshlar. Kirish so'zini bir qator o'qib o'tsak, undan keyin kitobni texmi yaxshi to'g'rigan bo'lamiz deb o'ylayman. Undan keyin kitobni texmi yaxshi to'g'rigan bo'lamiz deb o'ylayman. Endi kirish so'z bu shu kitobni yozgan Frederick Starr degan odamniki kirish so'zi, qadrli qarindoshlar. Kirish so'z 17 betdan boshlayman. Mazkur kitobni yozishimga turtki bo'lgani, bu kitobda qayd qilingan nurg'un sohalardan alohida xabardor ekanligim va yoki bu asarda so'ralgan nurg'un savollarga hozir javob ekanligimdan emas. Balki o'zimda mushundoq bir kitobni o'qish ishtiyoqi paydo bo'lganligidan bo'lgan. Rostkamni qilsam, bu asarning avtori bo'lgandan boshqalar yozgan mushu temadagi asarning o'qirmani bo'lgan bo'lsam deyman. Afsuski, bu majburiyatni hech kim ustiga olmabdi. O'rta Osiyo rayonining tarixiga oid kitoblarni tilga olgan bo'lsak, Cambridge universitetining Keller institutining olimi Jozef Nedam tuzgan 27 bobdan tarkib topgan dunyoda tengdoshi yo'q deb atalgan Xitoyning fan va madaniyati Science and Civilization in China degan asariga o'xshash Joseph Needham degan odam yozgan ekan. Degan asarga o'xshash g'olliq tarixiy asari va yilnomasi yo'q. Shu vajdan mushu ajrimning natijasida mazkur rayondan va yoki boshqa yerlik donishmandlar orasidan Nedamga o'xshash olimlarning chiqib kelishiga foydasi tegib qolsa hajab emas degan umid bilan bu vazifani ho'ddamga ilib, mazkur asarni qalam shakliga keltirdim. 20 yildan beri O'rta Osiyo rayoniga qilgan hisobsiz safarlarimda, Turkmanistonning Qaraqum sahrolarini kezganimda, zimiston qishning 0 dan tuman 40 gradus vaqtlarida qor qoplab ketgan Pamir tog'larini bir hafta kezganimda, izlanish jarayonini ishxonamga do'lishib ketgan yozma materiallarning ko'pligi dastidan boshqalarning qadam olmag'imi mushkullashganda, mushu kitobda so'ralgan savollar menga hamroh bo'ldi. Mazkur kitob bitgan bugungi kunda bo'lsa, ixtiyorsiz Rim imperiyasining zavolliq yuzlanish, Decline and the Fall of the Roman Empire degan asarning avtori Edward Gibbonning mazkur asarining kirish so'zida sal tamtirab safarga chiqib, oxirida matbuotga sungan bu asarni har qanday nuqtadan dangsimi o'xshashli nuqson bilan to'lgan desa bo'ladi degan jumlasini kallamda takrorlab qoldim. Shunisi ro'shanki, men Edward Gibbon emas. Agar o'zimni bu kitobni yozishga salohiyat qo'shgan eng muvofiq olim deb atab olsam, quruq gap qilgan bo'laman. Ammo O'rta Osiyo rayoniga uzundan beri qiziqib kelayotganim rost. Paris madaniyati bilan tunji uchrashishim 18 yosh vaqtimda. Yana ayni zamonda Pahlavi Shoh hokimiyati davridagi Tehron shahrining shahar boshlig'ining o'g'li O'shang Nasir bilan uchrashgandan boshlangan. O'shang keyin meditsina kasbida o'qib, bir umr vatani uchun ixlosmandlik bilan xizmat qildi. Türk dünyası bilan uchrashishim Turkiyaning Gordium degan yerida arxeologik qidirishga qatnashgan chog'dan boshlanib, keyin
Anatoliya rayonidagi qadimiy yo'llarning iznalarini bayqab izlanish ishlariga daxil bo'lish bilan davomlashib maqdi. Albatta, bu bağlanışlarning hech qaysisi meni bu sohaning mutaxassisi qilib ko'rsatishga kifoya qilmasimi, ammo dastlabki bu uchrashishlar menda farislar va turklarning zaminida odamning havasini qo'zg'agudek ajoyib kishilar yashaydi ekan degan qarashni shakllantirgan bo'lib, shularning orasida mening nurg'un yaqinlarim va do'st yaradlarim bor edi. Mazkur kitobimda tilga ilingan qisman sohalarda izlanib tadqiqot ilib borgan olimlar va mutaxassislar haqiqatan bu sanoqsiz. Ba'zilar o'tganki 2 asr mobaynida bu rayonlarda tadqiqot ilib borgan g'arblik va rusiyalik olimlarning tadqiqot natijalarini sharqshunoslik debla e'tiborga olmaydigan va bir chetga qayirib qo'yadigan muhit bir oz avjiga chiqib qolgan. Ammo shuni e'tirof qilishimiz kerakki, agar mushu olimlarning jafoliq tirishchiliklari bo'lmagan bo'lsa, islom dunyosining aqliy izlanish tarixidagi nurg'unlagan shonliq sahifalar dunyoga to'nutilmagan bo'ladi. Mani aslida sizib qo'yadigan so'z ekan bu. Qaranglar qarindoshlar. Mazkur kitobda qisman sohalarda izlanib, tadqiqot ilib borgan olimlar va mutaxassislar haqiqatan sanoqsiz. Ba'zilar o'tganki 2 asr mobaynida bu rayonlarda tadqiqot ilib borgan g'arblik va rusiyalik olimlarning tadqiqot natijalarini sharqshunoslik deb e'tiborga olmaydigan va bir chetga qayirib qo'yadigan muhit bir oz avjiga chiqib qolgan. Ammo shuni e'tirof qilishimiz kerak. Agar mushu olimlarning jafoliq tirishchiliklari bo'lmagan bo'lsa, islom dunyosining aqliy izlanish tarixidagi nurg'unlagan shonliq sahifalar dunyoga to'nutilmagan bo'ladi. Ularning ilmiy emgiki haqiqatan kishilik cheklamalarni halqib tushgan dunyoviy izlanish hisoblanadi. Bularning orasida fransiyalik olimlardan Jean Terry, Abul Rimusat, Farid Jabri, Etina de la Vassiri ve Frantzir Girnatin. Başka yana Afganistan'da arkeologik qidirish ilib berish qatnashgan fransiyalik olimlarni alohida tilga erishimiz kerak. Germaniyadan Heinrich Suter, Adam Mez qatorliq olimlarning boshlamchiligida ta'sis qilingan ilmiy tadqiqot an'anasining sobiq g'arbiy va sharqiy Germaniya davridagi va bugungi varislaridan Joseph van Es, Gotthard Struhmeyer qatorliqlarning ruhida davomlashyapti. Çek Respublikasidan Jan Ripka qo'lliq olim bo'lib, nurg'un asarlarni vujudga chiqargan. Britaniyada bo'lsa, Virginiya ko'chmanlaridan Arminus Mambri va Aurel Stein qatorliqlarning Buyuk O'rta Osiyo zaminidagi tafakkurchiliklari, ingliz o'qirmanlari va yevropaliklarning yuragidagi O'rta Osiyoga oid ajoyib tasavvurlarni uyg'otgan edi. Uningga ergashib, tilshunos Edward Gransley Brown ve Edward Fitzgerald'ның tercümeleri bu rayonning edebiyat cevherlerini g'arb dunyosiga to'nitgan. 20. asrda bo'lsa ko'p musulmon olim Manchesterlik Clifford Edmund Bosworth mazkur kitobimizga munosabatli nurg'unlagan temalarda qimmatli yozmalarni qoldirgan. Shuning bilan bir vaqtda Georgina Herman ve uning xizmatdoshlari bu sohadagi izlanishini arxeologiya bilan to'liqladi. Patricia Crone qatorliq ingliz olimlari O'rta Osiyo olimlarining falsafiy asarlarini qazib o'qirmanlarga sundi. Kennedy bo'lsa
mazkur rayondagi tabiiy fan olimlarining tadqiqotlari ustida izlanish elib borgan. Bu qatorda yana amerikalik olimlardan Richard Nelson Fry bilan Richard V. Bullitt qatorliqlarning ajrinimi tilga ilishni unutib qolsak bo'lmaydi. Bullittning Nishapur, Buxoro va boshqa rayonlarda ilib borgan tadqiqotlari Bullittning Nishapur, Buxoro va boshqa rayonlarda ilib borgan tadqiqotlari bir avlod tarixchilarning izlanishiga turtki bo'lgan. Talabda tilmashlardan Robert Dankoff bilan Dick Davis ta ki shu kemgacha kam tanilgan büyük eserlerini tercüme qilib, dunyoga tanıtgan. Shundaqla Dmitri Gutas qatorliq dono olimlar O'rta Osiyo mutafakkirlaridan Farabi qatorliqlarning arabchada yozgan asarlarini analiz qilib chiqqan. Arxeologik qidirish orqali dunyodagi tunji açlıq ziroatining bugungi Turkmeniston zeminiga to'g'ri keladigan yerda bayqalganligini muqimlashtirib chiqqan arxeologlardan Rafael Pompili bilan Federet Heybert qatorliqlarga alohida ehtirom bildirishimiz kerak. Bundan boshqa yeni bir avlod Amerikalik va Yevropalik olimlar mazkur rayonga bo'lgan tunishlarimizni tamamen yangilab chiqishning bosug'usida turmoqda. İran olimlarining bu sohadagi tadqiqotlarimi alohida natijalarni huzurimizga sunib keldi. Tehronlik olimlar Uyg'unish davriga tava Sina qatorliq olimlarning yozmalarining mukammal originalini tepib chiqib, tahrirlab nashrga sunishdak büyük vazifani voyaga yetkazib urilgan. Shuning bilan bir vaqtda ular yana sufizm targ'ibotiga oid tadqiqotlar bilan shug'ullanib kelmoqda. İran zeminining teshida yashayotgan hijratdagi ironlik olimlarning ilmiy emgikimi alohida mo'l usul berib to'nib kelmoqda. Masalan, Nyu-York shahrida tuzilgan İran ensiklopediyasi chet ellardagi ironlik olimlarning ajrining natijasidir. Amerikaning George Washington universitetidagi Said Hussein Nasir İranlik olimlarning sarxillarining biri hisoblanadi. O'rta Osiyo bilan quyuq madaniyat bog'lishi bo'lgan hindistonliklar O'rta Osiyo olimlarining arab tilida yozgan nurg'un asarlarini tahrirlab ve İngiliz tiliga tarjima qilib chiqqan. Masalan, ayni chog'da Kashmir zeminida bir mezgil yashagan Burniga o'xshash Hindiston zemini bilan munosib bo'lgan qisman O'rta Osiyolik olimlarning yozmalarini Hindistonliklar dunyo jamoatchiligiga tanishtirgan. Til ve tilshunos sohalarida Yaponiyalik olimlarning to'pisi alohida cho'ng bo'lib, bularning O'rta Osiyoning Budda dini bilan bo'lgan bog'lanishi haqidagi tadqiqotlari dunyoning oldingi qatorida hisoblanadi. Rossiyalik olim Vasiliy Bartolet Ruslarning O'rta Osiyo tadqiqotining boshlang'ichisi bo'lmasa-mu, ammo u Rossiyada amdala biq tortgan bu sohadagi izlanishlarni alohida yuqori saviyaga ko'tarib chiqqan. Tengdoshsiz tilshunos Bartolet tarix va yilnomalar alohida havaskor bo'lib, u o'z umrini O'rta asrdan qolgan arabcha va farscha qo'l yozmalarni qidirib chiqishga atab, nurg'un ko'milib qolgan tarix ve xotiralarga qayta hayot baxsh etgan. Onun aqliy izlanish natijalari bugungi kundami mushu sohadagi tadqiqotlarning saviyasini o'lchaydigan oltin tarozi hisoblanadi. Mazkur olim 1930-yili olamdan o'tgandan keyin onun shogirdlari onun izini besib, u boshlagan izlanishning doirasini texnik kengaytib, arxeologiya ve ilim-fan tarixi qatorliqlarni o'zlarining tadqiqot doirasiga kirgizgan. Sovet İttifaqı'nın zuvallıqqa yüzünüşüge əfsunluğanlar anca köp bo'lmasa-mu. Ammo Sovet Fanlar Akademiyasining O'rta Osiyo tadqiqotga qo'shgan töhfeleri uchun namoyanda tiklab qutlashga arziydi. Sovet davridagi tadqiqotning qudrati ilm-fan tarixi, adabiyot ve arxeologiya sohasida alohida gavdalangan. Ular ko'p iqlimdan tutib
tutuş qilib, nurg'unlagan tashlanib qolgan qo'lyozmalarni to'plab, butun rayonda arxeologik qidirish ilib berib, mashhur zotlarning hayoti va ijodiyat iznolarini qaytadan dunyoga to'nitgan. Mixail E. Massun, Galina A. Pugachenkova, P.G. Bulgakov va Iruri A. Zavodiviskiy qatorliq mashhur olimlar O'rta Osiyoning qimmatli yaldamlarining insoniyat xotiralaridan o'chib ketishini saqlab, bu rayonga yangi hayot kuch baxsh etgan. Ularning bu rayonlardagi varislari ajdodlarining izini besib, nurg'un frontlarda yangi izlanishlarni ilib olmoqda. O'zbekistondan Ashraf Ahmadov, B.A. Abduhalimov, Edward Ritoviladze ve Otonazar Metyapov qatorliqlar, Türkmenistan'dan Gurtniyaz Hanmiralov, Tacikistan'dan K. Ölimov ve N. Nigmatov qatorliq olimlar Sovet davridagi yuqori seviyalik ilmiy izlanish an'anasini joriy qildirish bilan birga yerlik tillarda nurg'un ilmiy asarlarni kitobxonlarga sunmoqda. Neticede O'rta Osiyo rayonida bu ustozlarga o'xshash nurg'un olimlar yetaklashi bilan yangi bir avlod to'liq takomillashgan yosh olimlar yetishib chiqyapti. Sovet davridagi ustozlarning tarbiyasida yetishgan bu yosh olimlar G'arb davlatlari, Amerika, Iran va O'rta Sharq rayonlari bilan kun sayin eshib berayotgan berish-kelishlar va ilmiy aloqalar natijasida nurg'un yangi masalalarni o'rtaga qo'yib, nurg'un yangi yechimlarni ilgari surmoqda. Şüphesizki bundan keyingi yıllarda tədqiqat dairəsini çoxaltışqa erişib, nurg'un masalalarni qaytadan to'liqlab tuzitish natijasida kelgusidagi asarlardagi bayonlar va izohlarda nurg'un yangiliklar meydonga chiqishi muqarrar. Mazkur kitobning ro'yobga chiqishi uchun nurg'unlagan do'stlar va kasbdoshlarning samimiy yordamiga erishdim. Bu qatorda Bochumning Ruhr universitetidan Anna Akasoy, Indiana universitetidan Christopher Buckwheat, Kaliforniya texnika institutidan Jed Z. Buchwald, London İsmaila tadqiqot institutidan Farhad Daftari, Hakim El-Nazarov, Türkmeniston Milliy universitetining direktori Gurtniyaz Hanmiralov, Viyana universitetidan Debora Kilimburg-Salter, Stanford universitetidan Azim Nanji, Kolumbiya universitetidan Morris Russabi, O'zbekiston Fanlar akademiyasidan Edward Ritoviladze, Tojikiston Fanlar akademiyasidan Po'lat Shazimov, Yaponiya Waseda universitetidan Nathan Camillo Sidoli, Boston universitetidan Sasan Tabatabai qatorliq olimlar va mutaxassislarning sexiyona yordamiga erishdim. Yuqori tilg'ilingan olim va donishmandlarning hammasi degudek qimmatli vaqtlarini ajratib, men bilishga tegishli bo'lgan nurg'un masalalar haqidagi fikr va qarashlarini qilcha aymasdan samimiylik bilan men bilan paylashdi. Ularning o'tkir kuzatishlari va ko'ngil qo'yib tafsili o'qishlari natijasida nurg'un qo'lyozmalardagi qisman paketlarga va ularning sharhlariga bo'lgan noto'g'ri tushunchalarimni tuzitib, buyurdi xatoliklardan saqlandim. Ammo mazkur kitobining qo'lingizdagi bu nusxasida saqlanib qolgan barliq kamtuklik va yetarsizliklarning hammasiga men mas'ul. Yuqorqi olimlar bilan qilcha munosabati yo'q.
Elbette bu kitap üstünde izleniş elip beriyotgan çağlarımda bana yerde bunu sunganlarning sani bunun bilan cheklanib qolgani yo'q. Ro'shanki mazkur kitobda parlab turgan har qanday bir utuq natijalarida dunyoning har qaysi joylarida bu sohada qadr qilib izlanayotgan nurg'un olimlarning ajrining iznalari parlab turdi. Ularning hammasi Peqirning qimmatli ustozlaridir. Ularga haddi hisobsiz minnatdorman. Amerika matbuotchilik tarixini yig'inchoqlab aytganda, uni Amerikada o'tgan buyuk tahrirlarning tarixi deyishga bo'ladi. Princeton Üniversitesi basmasının baş təhriri Peter Dougherty mushundaq büyüklərinin biri bo'lib, o mazkur kitobni 2006 yildan beri qo'llab-quvvatlab, meni rig'batlantirib keldi. Uning xizmatdoshlaridan biri bo'lgan Rob Temipyu mazkur kitobning bosh tahrirligini ustiga olib, kitobimning oxirgi nusxasining loyihasini tuzilishi va bosma nusxasiga ijodiy tasavvurlarga to'shqan, kamolat ketgan bebaho kasbiy fikrlarni berdi. Uning tirishchanligi va qizg'inligi natijasida nurg'unlagan zerikishli tafsilotlar kishini jalb qiladigan qiziqarli kechmishlar qatoridan o'rin oldi. Ishki Osiyo bibliografiya mutaxassisi Marja Oksayavri Sinaydir mazkur kitobga lozim bo'lgan suratlarni tepib, tanlab muqimlashtirish degandek odamning zehnini algan inchik ishlarga alohida uslub bilan tutush qilib, bu suratlarning bosma huquqini hal qilib, vaqtida hozirlab berdi. Anita O'Brien oxirgi nusxasini kirishtirimiz uchun savr toqat bilan harmay talmay kuch chiqarib, nurg'unlagan xatolarni to'g'rilab berdi. Mazkur kitobda foydalangan materiallardan elektron kalkulyator yo'q deyarlik. Şunlaşqa John Hopkins Üniversitesi kütüphanesining xalqaro uçur almash bölümünden dünyanın bulan quşqaqlarını izlenip material toplab bergan Barbara Profit bilan Kate Pickard qatorliqlarga alayda rahmetim bor. O'rta Osiyo va Kavkaz tadqiqot institutidan Katarina Lisandrek bilan Yaulet Feng yıllardan beri bana yakından yer yürekli bulup tədqiqatımni qo'llab-quvvatlab keldi. Hemeden muhimi, shuncha yillardan beri men bilan tang jafoda bo'lib, boshqalardan ko'proq qurbonlarni berib kelgan suyimli ayolim Kristina, bolalarim Anna va Elizabet, ularning hayot hamrohlari Patrik Townsend bilan Holger Scharfenberg ve ulardan bo'lgan 3 nevramga alayda minnatdorman. Ularga bo'lgan sevgim va tashakkurimning simvoli hisobida mazkur kitobimni ularga bag'ishlayman. Debdi qadrli qarindoshlar. Shunday qilib, shu 25 betlik Abdur tarjimonninki kirish so'zi bag'ishlanmasi bilan Abdurninki kirish so'zini o'qib o'tdik. Qo'limizdagi bu kitob yo'qolgan ma'rifat C. Frederick Starr degan olimniki yozgan kitoblar. Bu kitobning danqini biz burun anglagan, ammo bugun asosan kitob bilan tanishib o'tgan bo'ldik. Muhim tarix shaxslar bor ekan, yilnomalarning hammasini tahlil qilin debdi. Qadrli qarindoshlar, buningda yilnomalardan xeli gap bor ekan bu yilnomalarda. Yilnomalarda Büyük Alexander Milan'ın buraqı 323-356 debdi. Evdal Eldin Envari, Nizam Arudi, Ebu Mansur Ali Esedi degan o'xshash. Faridin Attar, Yusuf Al-Sabuni, Banu Musa, Barmaklar Cemiyeti, El-Fuzay Bayhaqi, Kemaluddin Behzat, Ebu Reyhan Buruni qatorliq yilnomalarda o'sha odamlarniki ilibba tartib bo'yicha ismlari ularning yashagan davri so'zlab ekan. Yilnomalar 3500 miloddan burun
Afganistan'da kazılan kıymetli taşlar Hindistan bilen Mısır'a eksport kılıngan depdi. Demek kitap kadarlı arkadaşlar özünün paydalanmaları bilen birlikte berildiken kitapta neçelek dipnot var ise karab bakalım. Dipnot kayacak boşuydu. 1085 kitap kadarlı arkadaşlar. Kitapni Taklimakan Neşriyatının seti vasak buludu. Kadarlı arkadaşlar. Qo'lga yetgan qarindoshlarning kitobni setib olib o'qishini o'tinimiz. Kitob jam'i 15 bobdan tuzilgan ekan. Bu darajani biz bir qator ko'rib o'tdik. Qadrli qarindoshlar, yani o'zimizningki tarixini, o'zimizning madaniyat meroslaridan xabardor bo'lish, o'zimizga bo'lgan ishonch oshirishga nihoyatda muhim deb o'ylaymiz. Mana bu darajada qaraydigan bo'lsak, 15. bab o'tmishga nazar, qum barxanlari va qunula qapi degan tugaydi. Birinchi bab dunyoning kindikidan boshladi. Qadrli qarindoshlar, kitobni tanishtirishimiz o'shancha bo'lsin. Agar kitobni birlikda o'qib o'rganamiz desak, uni ayrim bir proje dars qilib birlikda o'rgansak bo'ladi. Qani hammalarniki Qurban hayiti muborak bo'lsin. Mening bu yerga hayitlik kitob bo'lgan bo'ldi, qadrli qarindoshlar. Sizlarga bu hayitlikdan sizlarga bergan bo'ldim. Kitobni bir qator tanishtirib o'tgan bo'ldim. Rahmat, ko'ngil qo'yib tinglab berganliklaringiz uchun. Allohning emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.